بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثاني عشر 12 ders. Endi arkadaşlar bugünkü 12 dersimizde asaslıqı ilgiri ki ötüp ketken, ügengen qaidelerinin oyallık şeklini öğrenimiz. Yani biz asas öğrenişke tegişlik oyallık şekli PL, sifatlar, kişilik almaşlar, körüstüş almaşlarga münasebetlik. Baştan keleyli. Pilning ayollik şekillerini men aldığım derslerde türleş jarayonida ko'rsatib o'tgan. Masalan, biz bir daraba degan pilni turlab baqayli. Daraba, darabu. Bu erlik, birlik, ikkilik, ko'plik, uchinchi shaxs shundami? Buning ayolligi darabat, darabata, darabna. Darabaning ayolligi darabat. Darabta, darabtum, ta, tumatum, darabti, darabtunna. Darabtaning ayolligi darabti. Darabna. Birinchi shaxsning erlik ayolligi yo'q. Endi bir jumladagi bir ega ayollik gap qolsa, mushuningga munosabatlik bo'lgan barliq fe'l, barliq sifat, barliq ko'rsatish almashlari, barliq kishilik almashlarining hammasi ayollik keladi. Mas holda, mas qadam o'zgaraydi. Yuqorida so'zlaganim fe'lninki ayollik shakli erlikni solishtirilmasi. Endi kishilik almashlarning ayollik erlik shaklining solishtirilmasi biz oldingi darsda so'zlab o'tgan. 10 darsda masalan huwa erlik birlik shundaqo, hiya ayollik birlik, anta ikkinchi shaxs erlik birlik, anti ikkinchi shaxs ayollik birlik. Birinchi shaxsning erlik ayollik yo'q. Endi bu igilikka tushum kelish holatlarini desak, hu erlik birlik, ha ayollik birlik. Shundaqo, ka erlik birlik, ki ayollik birlik. Birinchi shaxsning erlik ayollik farqlanmaydi. Bu kishilik almashlardagi erlik ayollik shakli. Endi sifatlardagi kelsak, sifatlardagi keyingi ta'tin birini shuna qo'yib qo'ysaqlar, masalan tabibun, tabibatun, mudarrisun, mudarrisatun degandek ta'tin birini qo'yib qo'ysak ayollik o'zgaradi. Bu oson. Ko'rsatish almashlarimiz o'z vaqtida so'zlab o'tgan. Haza yaqinni ko'rsatadigan erlik ko'rsatish almash, hazihi yaqinni ko'rsatadigan ayollik ko'rsatish almash. Zalika yiroqni ko'rsatadigan erlik ko'rsatish almash, tilka yiroqni ko'rsatadigan ayollik ko'rsatish almashdir. Mushunga diqqat qilib bersak, bugungi darsni o'tib ketamiz. Yana bir mazmun biz oldingi darsda allazi ism mavsul nisbiy almashni so'zlab o'tgan. Allazina. Agar keyin jumla ismi kelib qolsa, deketki fe'li kelib qolsa, qan degan qo'shimchalar tarjima qilinadigan bir allazi va shuningki ayollik shakli nima? Allati. Bugungi darsda shuni gavdalikroq o'rganamiz. Agar mush nuqtalarni kanalda o'zlashtirib deb qaragan bo'lsak, yangi so'zlik kelayli. Al-kalimatul jadida, yangi so'zlar. Al-am, akhul abi, al-khalu, akhul ummi, sayyidi, sayyidati, al-ammatu, ukhtul abi, al-khalatu, ukhtul ummi, mustashfa al-wiladati. Al-ammu tag'a, ya'ni dada tarafdan bo'lgan tag'a. Masalan, akhul ab deb tushuntirib turib, qashida dadaning o'g'il bir tuqqunni ko'rsatdi. Al-ammatu bu hammacha, dada tarafdan bo'lgan hammacha, ya'ni ukhtul ab, dada tarafning qiz bir tuqquni. Al-khalu tag'a, ona tarafdan bo'lgan tag'a, ya'ni akhul onaning o'g'il bir tuqqanlari. Al-khalatu hamma, ya'ni bu ona tarafdan bo'lgan hamma. Masalan, ukhtul onaning qiz bir tuqqanlari. Sayyidi efendim, sayyidati hanım, mustashfal viladati to'g'ri doktorxonasi. Tekst kelayli. الدرس الثاني عشر 12 درس. كيف حالك يا بنت؟ أنا بخير والحمد لله. من أين أنت؟ أنا من سوريا. ما اسمك؟ اسمي آمنة. أين أبوك؟ أبي هنا في المدينة المنورة، هو مفتش في المدرسة الثانوية. وأين أمك؟ هي أيضا هنا، هي طبيبة في مستشفى الولادة. ومن هذه الفتاة التي معك؟ أهي أختك؟ لا، هي بنت عمي. ما اسمها؟ اسمها فاطمة. أهي زميلتك؟
لا أنا في المدرسة المتوسطة وهي في المدرسة الثانوية. ألك أخت؟ لا ما لي أخت. ألك أخ؟ نعم لي أخ كبير وهو طالب بالجامعة. ومن هذا الطفل الذي معك؟ هو ابن أخي. ما اسمه؟ اسمه سعد. أأمك في البيت الآن؟ لا ذهبت إلى المستشفى. دقت قليلة هم هالدري أيالله شكل. كيف حالك يا بنت؟ هاي قيز أهوالنز قندق. هاي حالك؟ أنا بخير والحمد لله. الله شكر ما يخشي. أنا وخششة. من أين أنت؟ يعني أنت سيز قياردن. أنا من سوريا. من سوريا. ما اسمك؟ سيزنا اسمه زمان كي دقت قليلة. اسمي آمينة. أين أبوك؟ دنز قياردا أبوك دكي كي قريلة. أبي هنا في المدينة المنورة. ددام بيادا إلى مدينة منورة. هو مفتش في المدرسة الثانوية أو طلق أطر مكتبتا تفتش. هو قال لك هو كبطتو ها. وأين أمك؟ أبونس قياردا. هي أيضا هنا. ومهم بياردا هي طبيبة في المستشفى في مستشفى الولادة. وتغو دكتور خانستا دكتور. هي طبيبة. هرش كل اسم مسقد عندها اللي كواتدو ها. يلا كواتدو. ومن هذه الفتاة التي معك؟ سيزلن باللي ترغان بو قزجاق كيمو؟ هذه كرسل مجمع يلا كواتدو. التي يلا كواتدو معك. أهي أختك؟ وسيزلن قزقرن ديشنز ما؟ أهي أختك؟ أهي أختك؟ لا هي بنت عمي. ياقو تغمنن قزي. ما اسمها؟ أنا اسمي ما؟ اسمها فاطمة. أنا اسمي فاطمة. أهي زميلتك؟ وسيزلن سواق ديشنز ما؟ لا أنا في المدرسة المتوسطة وهي في المدرسة الثانوية. ياق من طلق صدر مكتبته أو طلق أطر مكتبته. قرأ بخصق أنا فرق لميد وهي يلا كواتد. ألك أخت؟ سيزن قز قرن شنزامو؟ لا ما لي أخت. ألك أخ؟ سيزن أغل قرن شنزامو؟ نعم لي أخ كبير منن بر أغل قرن شنبا. هو طالب بالجامعة أو أونيفرسيتة أوقوغوچه. ما يقرب بقى لي أرلك أخ كبير همس أرلك هو طالب أرلك شكل كده. ومن هذا الطفل الذي معك؟ سيز بلان كيف هو كشك بالكيمو؟ هذا الطفل أرلك وقتك هذا كده معك قرط الغنى سيز دب أيالله وقتك معك كي كوادو. أنا يمكن كشك بالا أرلك وقتك الذي كوادو. هو ابن أخي أو منن قرندش منن أغلي. ما اسمه؟ أنا اسمه ما؟ اسمه سعد. ونن اسمه سعد. أمك في البيت الآن؟ أبنس حاضر أيدمو؟ لا ذهبت إلى المستشفى. ذهبت ده بنمي كواتدو أيالله في الكواتدو دكتور خانقا كاتة. أنا سواق داشلا ما بيجي درسنا تكسنه من بردن تحليل قمدم. çünkü biz aldığımız derslerde erlik şekildeki cümleler tahlil qilib bo'lganmiz. Ma faqat bugungi darsdagi shu ilgirgi darslardan farq qildirgan tarafimiz erlikning ayollik kelish shaklilam. Shuni tahlil qilsak bo'ladi. Tamarin. Tuandikilarni o'qib yozing. Endi o'zimiz o'qib mushu jumlalardagi erlik ayollik farqlarini tepib chiqishimiz kerak. Masalan, sizlarga 2-3 jumlani o'qib beray. Kayfa haluka ya abi. Chunki mal abi deb erlarga qaratilg'achqa haluka bo'ladi. Kayfa haluki ya ummi. Ahvolingiz qanday apa? Ya ummi, apaga qaratilishida andog'anda haluki bo'ladi. Ayna ibnuki ya Zaynab. Balangiz qayerda Zaynab? Sizning o'g'il kimga qaratildi? Zaynabga. Zaynabga nima o'qiladi? Zaynab ibnuki ذهب إلى المسجد. أين بنتك يا أمينة؟ ذهبت إلى المدرسة. أنا مش نوخش. أمينة وصا كي. عندك بنت وغاتقة ذهبت في النهاية شكل. ابن وغاتقة ذهب إلى المسجد. ذهب في النهاية شكل كذا. مش نقطة لقد قد قصق ولده. İkinci hükme. Tüyendeki cümledeki her cümleni okun. Andaki onu munadanı özgürtkendiğin keyin degeni çaqırılgan isim, mesela çaqırılgan isim erlik olsa ayolga özgürtkendiğin keyin misalda izahlanğanda kema huwa muwaddah fil misal. Misalda izahlanğandek munadanı çaqırılgan adamni özgürtkendiğin keyin yani bir qitim okun. Mesela bizga misal ayna qalamuka ya abi. Dada qalamingiz qani? Çaqırılgıcı kim dada?
dada erlik shundaymi? Buni nima deb o'qidik? Qalamuka deb o'qidik. Endi abi degan chaqirilg'uvchini biz aniga o'zgartib, ummiga o'zgartgandan keyin jumla qayta o'qib boqayli. Aynan qalamukiya ummi. Chunki chaqirilg'uvchi bo'lgan odam aniga o'zgargandan keyin ayollik o'zgargandan keyin oldidagi jumla shunga emas holda ayollik o'zgaraydi. Qalamuki ki deb. İkinci masalan birinci cümlede "Indeke kalemun ya Muhammed" çaqirg'uvchi kim Muhammad. Endi bunga nima deyish kerak? Kami kim? Albatta ki. Maka. Indeke. Endi buni ayolga o'zgartirib Muhammadni Aminga o'zgartirib boqaylik. Indeke kalemun ya Amina. Unda olganda indeke deyish to'g'rimi? Yo'q, chunki chaqirg'uvchi ayol olgandan keyin indeke deyish kerak, ha. Mushunga o'xshash qolgan jumlalarni shu bo'yicha ishlab ko'ring. Üçüncü maşık ennisil faile fi kulli minel cümlel atiye. Tüvendeki cümlelerden her birideki failini ayollik o'zgartiring deyapti. Fail ayollik o'zgargandan keyin mas qadamda fe'lni nima o'zgaraydi? Ayollik o'zgaraydi. Diqqat qilaylik. Masalan, misol xaraja Muhammadun minal bayt. Muhammad uydan chiqib ketdi. Buniki Muhammad ayollik o'zgartib xarajat Aminatu minal bayt. Amina uydan chiqib ketdi deylik. Amina o'zgargan hamallam xaraja nima o'zgaradi? Xarajatga. Bu asosda qilib boqaylik. Chunki biz fil turliga vaqtda xaraju, xarajat. Xarajaning ayollik shaklini bo'ladi, xarajat bo'ladi. Shu asosda turligini. Birinchisi Zahabal mudarrisu ilal fasli. O'qituvchi sinfga ketdi. Ammo degan mudarrisni ayollik o'zgartib boqaylik. Mudarrisatu deb. Zahabat al mudarrisatu ilal fasli. Albatta zahabat o'zgaraydi. Al mudarrisatu o'zgaraydi, ha? Mushuni tushunsak, qolganlari oson tushadi bizga. Dördüncüsü, tüvendikini o'ylanib bakın. O'ylanib bakın degani, endi ma filning ayollik shaklda darabat, zahabat, xarajat degandek ta sakin emasmi? Endi shu sakin bo'lgan ta'ni keyinidagi ismga ulab o'qimoqchi bo'lsak, sakin degani ulab o'qilolmagandan keyin sakinni zir o'qish to'g'ri keladi. Shuni bizga eskartib o'tmoqchi qarab boqaylik. Jalasat talibatu. Endi buni xush bo'lgan vaqtda jalasatit talibatu deb jalasatga sakin o'qilgan ta'ni zir o'qiblan xush o'qisak bo'ladi. Bu oldidan bir qitim so'z bildik deyman. 5-chi ko'nikma tuvandagi jumlalarni o'qib toping. Asosiy tuvandagi jumlalardan bizga qo'yilgan talab allazi bilan allatininki erlik ayollik farqi xolos. Masalan, manil fatallazi kharaja minal bayt al-an huwa ibn ammi. Manil fatallazi kharaja min baytika al-an. Hozir sizning uyingizdan chiqib ketgan yigit kim? Men davomli deb qo'yataman, allazidinkin filliq jumla kelib qolsa, g'an qan kan deb tarjima qilamiz, ha. Hozir al-ana uyingizdan min baytika chiqib ketgan, allazi kharaja ikkisi qo'shilib chiqib ketgan yigit kim? Va ibn ammi. O tag'amni o'g'li. Bu yerda erlik o'g'achqa shu allazima erlik keldi, kendiki filmo nima keldi? Erlik keldi. İkinci sual. Menil fatatu allati kharajat min baytika al-ana ya Muhammad hiya bintu khalati. Yani hay Muhammad o'g'achqa baytikadagi kap shu Muhammad qaratilg'achqa kap zo'r qildi. Erlik shaklda qolgan fatat ayollik o'g'achqa kharajat allati hamiz ayollik keldi. Tarjima qilib boqaylik. Ey Muhammad, hozir uyingizdan min baytik chiqib ketgan allati kharajat qizchaq kim u? Ya bintu khalati. O hammamning qizi. Mushu bo'yicha qog'ozlarini o'qib tushunsak bo'ldi. Faqat allazi bilan allatiga diqqat qilaylik, ha. Endi 6-chi ko'nikma akmil jumal al-atiya biwad'i ismin mawsulun munasib allati fil faragh. Tuvandagi jumlalarni bo'sh o'ringa munosib nisbiy almash, ism mavsuliga nisbiy almash demakchi. Nisbiy almash qo'yish orqali, ya'ni allazi allatining qaysi munosib bo'lsa shuni qo'yish orqali jumlani to'liqlang. Birinchisi al-kitab bo'sh o'rin, al-maktab lil-mudarris. Ya'ni ustalning ustidagi kitob o'qituvchini demakchi. Bu yerga nima qo'yamiz albatta? Al-kitab erlik o'g'achqa allazi qo'yamiz. Al-qalam bo'sh o'rin fi haqibati maksur. So'mkamdiki qalam suni qo'ygandan keyin bu yerga nima qo'yamiz? Allazi. Chunki al-qalam erlik. As-sayyara bo'sh o'rin kharajat min al-mustashfa al-an lit-tabib al-jadid. Doktorxonadan hozir chiqib ketgan mashina yangi doktorninki. As-sayyara ayollik o'g'achqa keyingi kelgan allatini nima qo'yamiz? Ayollik shaklda qo'yamiz. Qolgan shakllarini o'zinglar ishlab boqinglar, ha.